Ketdimi? Assalomu alaykum aziz obunachilar. 5 ta o'rtoq, 5 ta boltaga zakaz qildi. 5 boltaga ham ismlarini yozib berdik. Mahmud birinchisi bu. Tojiddin deb yozib berdik. 1,5 kilolik boltalarimiz. Mana boltalarimiz yuzi, maqa etgani yo'q. Bu bir ikkinchisi. Uchinchisi Mansur deb yozib berdik uchinchisiga. Bitta obzor qilamiz deganlar. Mana boltamiz yuzi, hech narsa qilgani yo'q. Uchinchisi, to'rtinchisi Maqsud deb yozib berasiz. Maqsud 85. Mana boltamiz yuzi, maqa etgani yo'q. Beshinchisi Sayfiddin. Sayfiddin akamizning boltasi. 5 ta do'stga jo'natib qo'yamiz. Sizga ham shunaqa do'stlaringiz bormi? Bolta zakaz qiladigan 5 ta do'stga 5 ta ism yozib berdik. Sayfiddin akamizga tashlab qo'yamiz, bir ko'rib mazza qilsin bu ham videoni. Sog' bo'lasizlar.